million va 4 millionlik dush kabinalarni o'z farqini ko'rsataman. Mana bu dush kabinamiz 6 millionlik dush kabina. Bu yerda davochka bilan jihozlangan, mexanizmlari 304 neyrojenika bilan jihozlangan, yopilishlari, ochilishlari yumshoq ko'rishlaringizdek. Arzoniga nimaga desangiz, arzonni faqat davochka bo'lmaydi, mexanizmlari arzonroq bo'ladi. Uni 304 markasi ham bor, yana arzonrog'i ham bor. Sizga qaysi biri to'g'ri kelsa, xuddi o'shisini o'rnatib beramiz. Biz mana shu dush kabinamizga neyrojenikalar 304 da ishlatganimiz uchun zanglamasligiga kafolat beramiz. Yana 1 yillik texnik servisimiz bor. Agar ruchkasi chirisa yoki karkaslari chirisa, davochka ishdan chiqib qolsa agar, mabodogada telefon qilasiz, ularimiz kelishadi, yangisini o'rnatib ketishadi. Bu yerda jamiki xizmatlarimizning uy egalariga zo'rni tavsiya qilganimiz uchun zo'rni qo'yib bering. Menga boshqa daxmaza kerak emas, men boshimni qotirib yotmay deganlar uchun eng zo'rni qo'yib berdik. Arzonroq dush kabinaga ham 1 yillik servisimiz bor. Agar unda ham mexanizmlari ishdan chiqadimi yoki o'yinlari biron narsa bo'ladimi, telefon qilsangiz almashtirib beramiz. Sizga qaysi kerak? Birinchisimi yoki ikkinchisimi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar.